Xolodilnikda 7 ta pomidor bor edi. 6 ta bo'lib qolibdimi? Jig'ildonim qaynaganiga men yegandim. Akalar, oilada shunaqa muammolar bo'lmasligi uchun yer maydoninglarga yokida bo'lmasam uylarda ozgina joyiga огородinglarga mana shu pomidorlardan mana ekib qo'yinglar. Xudo xolasa nafaqat oilalarga, balkida bo'lmasam undan tashqari qo'ni-qo'shnilarga yetadigan darajada hosildorligi juda ham yuqori bo'lgan, ochiq dala uchun mo'ljallangan. Mevalari 200 gramdan 220 gramgacha qip-qizil pomidor urug'larimiz sotuvda. Mana urug'larini ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham sifatli urug'. Iordaniya mahsuloti. Kimga bu urug'larimiz qiziq bo'lsa, akalar, bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilib, arzon narxlarda xarid qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum.